Assalomu alaykum Chorvoq qog'ozlari. Bugun hafta kuniga seshanba 25-mart 2025-yil. Biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidamiz. O'zimizni xonadonimizda. Bizda 10 bosh sotiladigan shved parada xonajillar bor. Qiziqqanlarga 10 bosh, 7 ta to'qol, 3 ta shoxi bor edi. Hozir qo'ldan kelgancha bu yomg'ir bo'lsa ham bir amallab video chiqarishga harakat qilamiz. Yoshlarga keladigan bo'lsak, xo'p, 6 oydan 10 oygacha bo'lgan xonajillar. 6 oyligi aksariyati 6 oylik bor, bitta 5 oyligi bor. Qolgani shu 10 oyga qarab ketadi. 8 oy, 9 oy, 10 oy. Mana bir chekkadan yeyishlarini ko'rsatib ketaman. Hammasi xo'roq, tani joni sog'. Orqasini ham olishga hozir harakat qilaman. Yomg'ir yoqqanligi uchun bo'zalar endi holat uncha ko'rinmayapti. Endi qo'ldan kelgancha borini chiqaramiz. Mana sef qo'yganim, spray sefganim bir kun yiqilib tushibdi mana shu oxirgi ichiga. Shilingan joylariga sef qo'ydik. Boshqa hech qanaqa ayb yo'q. Tani joni sog', qoni toza hammasini. Qiziqqanlarga sotamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bir joyga bo'ladigan bo'lsa 17,5 milliondan kelishtirib beramiz. Hammasini olganiga. Bir marta kalla tomonlarini ko'rsatib qo'yibman. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat 7 kun deydi, aloqadamiz.